Obunachilarim, mana bu ko'k quyonchamiz rosa velikanda bu onasi. Mana shunga o'zi parasini to'pib, Xudo xohlasa parasiga sababini qilamiz. Chunki bu juda katta bo'lib ketgan, velikan bolalar ham mana katta bo'lib qoldilar. Buni men sizlarga va'da berganman, bir juft paras sotiladi. Donasi 200 mingdan. Mana shuni bularni o'zimga zotga saqlamoqchiman. Obunachilarim uchun bir para juft sotaman. Mana shuni obunachilarim ko'rimchalarni yeb, suvlarni ichib, maza qilib katta bo'lishyaptilar. Obunachilarim, yaxshi qarashda davom qilamiz. Faqat obuna bo'lib, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlanglar obunachilarim. Xudo xohlasa 7 mingta bo'laylik. Men shu 7 mingta bo'lib bo'lsa, Xudoga shukr deyman. Shu 10 mingta bo'lishga harakat qilyapmiz-ku. Tezlashaylik obunachilarim, qo'llab-quvvatlanglar meni mehnatlarimni. Shuni sizlarga foydali maslahat berib, bir-birimizdan fikr almashib. Mana bu yoqqa ham quyonchamiz pastdagi bitta sariq yaxshi quyoncham bu. Bola beruvdi. Bolalarni sotdik. O'sha ana shuni yana sababini qilib qo'ydik. Bu kishi ham sababi qilingan. Qorlarda bola bu. Tepada ham bitta ko'k quyonchamiz bor. Qorlarda bola bu. Yo'qqa ham bitta uychada bu bolali bor qornida. Shu uchun u yoqqa 6 ta quyoncha mayda bolachasi bozordan qaytib keldi. 30 ta olib chiqdik bola. 6 tasi qaytgan. O'shalarni ham karantinga olib, yodlik suv bilan dezinfeksiya qilib, ahvollari zo'r, yeb ichib o'tiribdilar. Ularni ham ko'rsataman obunachilarim. Mana obunachilarim 6 ta quyonchamiz qaytgan edi. Bularni o'zim nima qilib yaxshi qarab, yana bu hafta yana chiqalar, keyingi partiya bilan chiqalar, Xudo xohlasa. Ana quyonchalarimiz maza qilib, suvlarni ichib, vitaminli suv berganman. Ko'rimchalarni yeb o'tiribdilar. Nasrinalar, ko'rimni ayamayman. Hammasi maza qilib, sog'lom, ehtiyot bo'lamiz obunachilarim. Maza qilib, suvlarni ichib, yeb ichib o'tiribdilar. Bu yoqqa mana papasha bu. Bu samisimiz. Zer ahvollari chiqaman deylar doim ko'chaga. Bu yoqqa hikol quyonlarimiz bu. Hammasi yotibdilar endi. Ishlarni qilib bo'ldim. Obunachilarim, ertalab soat 8:30-9 dan soat 12 gacha men ana shularni oldida o'tiraman. Ishlarni qilib, ana endi 2 soat, 3 soat dam olalar, keyin yana ujinga tayyorgarlik keyin obunachilarim. Obuna bo'linglar.